Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch tumani Brolerda Xiva yo'lidan kelaverishda 5 qavatli toza qilgan domimizni ikkinchi qavatında 55 kvadratli 3 xona podvalga ega sotuvga qo'yildi. Arzon narxda srochni barcha jihozlari bilan birgalikda ko'rib o'tamiz yurtdoshlar. Yurtdoshlar ikinci qavatga geldik. Aytib o'tganim 5 qavatli domimizni ikkinchi qavatında 55 kvadratli 2 xonadan yashagan. Her etajimizda yana ko'rib eshiklarimiz kupolni sifatli eshikda o'rnatilgan, oyoq kiyimiz 100% laminatdan chiqib turibdi yurtdoshlar. Birimiz prixoja bo'ladi, ichining keng tushgan. Bu yon tarafimizda bir xona, bu yon tarafimizda ikki xonasi bor, oshxona, sanuzeli. Hamma jihozlari qoladi yurtdoshlar. Birimiz spalni. Birimiz sanuzeli. Suv, gaz, svetidan muammo yo'q, unitazlarimiz toza qo'yilgan. Kiyim mashinamiz bor, LG. Birimiz zal. 55 kvadratli barcha jihozlari bilan televizorimiz bor. Wi-Fi ham girib turibdi. 100 million so'm kreditni qilgan, xohlasangiz davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Bahasi 270 million so'm. Shunda 370 million so'mga tushadi ekan yurtdoshlar. Birimiz spalni ko'rib turgan narsalarimiz qoladi. Shkaflar toza o'tilingan spalnilar bilan. Birimiz oshxona bo'ladi. Kuxniy mebelimiz toza o'tilingan ekan. Zamonaviy kotyolimiz yine bitishkalar bilan, gaz plitalar bilan, xolodilnik, mikrovolnovka 55 kvadratli 3 xona yurtdoshlar. Bahası shunda 270 million so'm, 100 million so'm krediti bor, davom ettirib ketaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringizga omad.